Yoqub alayhissalom degan payg'ambar bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo 11 ta farzandni bergan u kishiga. Ichlarida Yusuf alayhissalom degan farzandlari ham bo'lgan. Qur'oni Karimda oyati keladi, Yusuf alayhissalom otalarini oldiga kelib aytadi: "Ey otajon, tush ko'rdim. 11 ta yulduz, quyosh, oyni menga sajda qilib turganlarini ko'rdim. Ehtirom qilib turganlarini ko'rdim." Yoqub alayhissalom demak deydilar, bu tushingizni aka-ukalaringizga aytib bermang. Bitta otadan bo'lgan bolalar. Aka-ukalaringizga aytib bermang. Alloh sizga deydilar, ulug' bir ne'matini berar ekan. Sizni ham xuddi menga o'xshagan payg'ambarlardan qilar ekan deydilar. Tushni ta'birini u kishi ham bilmagan. Tushlarni ta'birini bilishni Yusuf alayhissalomga bergan Alloh taolo. Sizni shunaqa payg'ambar qilar ekan bolam deydilarda, keyin Yusuf alayhissalomga bo'lgan munosabatlari o'zgaradi. Qur'onda tafsirlarni ko'radigan bo'lsak, Yusuf alayhissalomni bir daqiqa bo'lsa ham oldilaridan ketishlarini xohlamay qoladilar. Yusuf alayhissalomga alohida ehtirom boshlanadi. Alloh taolo mana shuni sinov qilib nima qiladi desa, aka-ukalari to'planib Yusufni o'ldirishni payiga tushishadi. Aka-ukalar bir ukasini, bir akasini o'ldirmoqchi bo'lishadi. Nimaga? Aytishadiki, otam buni bizdan ortiqroq ko'radi deydi. Ibn Kasir aytadilar, mana shu mufassirlar aytadilarki, demak, bolani biridan birini ko'proq yaxshi ko'rish u ayb emas. Ko'ngilga hukmron emasmizda biz. Shu uchta bo'lsa, shu kichkinani boshqacha ko'raman deydi. Ko'ngilga hukmron emasmiz. Ayb nima desa, ayb shuni boshqalarga bildirib qo'yishda. Shuni boshqalarga bildirib qo'yish bir-birini o'rtasida nafrat paydo bo'lar. Farzandlar hatto mana bu Qur'on qissasida, Yusuf alayhissalomning qissasida keladi, Yusufni o'ldiringlargacha borishadi. Nimaga? Otamiz uni bizdan ko'proq yaxshi ko'radi deydi. 3 ta bolangiz bo'lsa, 5 ta bolangiz bo'lsa, hammasini teng yaxshi ko'ra olmaysiz. Ko'ngilga hukmron emasmiz. Lekin birini ko'proq yaxshi ko'rishingizni bildirib qo'yishingiz ayb hisoblanadi. Nimaga? Qolgan aka-ukalarda unga qalbida nafrat paydo bo'ladi.